Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz mehmonlari va obunachilari. Bugungi videomiz mana bu ajoyib gul bugunvilla haqida. Bugunvilla o'zini o'sgan yurtida buta shaklida o'sadi. Bizda endi gul to'qlarda o'stiriladi. Bu juda ajoyib gul. Mana bu uni gulchasi. Mana bu kichkina gulchalar buni gulchasi hisoblanadi. Mana gullaganiga bir necha kun bo'ldi, gullari tushib qoldi. Yorug'likni juda yaxshi ko'radi, lekin o'zimizda yozda juda issiq bo'ladi. 40-45 daraja bo'lib ketadi, unga chiday olmaydi. O'sha paytlar issiqdan katta to'sib qo'yish kerak. Me'yorda sug'orish kerak. Ko'p juda nam bo'lib turganda ham xohlamaydi, suvsiz ham qolib ketmasligi kerak, sug'orib turish kerak. Bugunvilla mana gullagan gulbandlari bu. Bu shoxni endi kesish kerak-da. Kesish kerak. Ben şunu kesip ko'paytirishni hozir videoda ko'rsataman. Bunisini kesib tashlaymiz, buni ko'paytirib bo'lmaydi, chunki bu yashil. Bu yashil tomon chirib ketayotganda. Bugunvillani birinchi marta qilishim, shu paytgacha bunday gul qilmaganmiz. Men uchun bu yangi gul. Bu tomonida endi mana bu yer qiyshiq ekan. Bu yerdan kesamiz. Bir, iki, üç, dört. Shuncha qoldirsak juda uzun bo'lar deyman, yo kessakmi. Mayli tursin. Endi qolganini chirinka qilishga taxlaymiz. Bosib tur. Mana chirinkani taxlab oldik. Buni endi barglarni kesib chiqamiz. Tepa barglarni yarmini kesamiz. Bunisini ham bittasini kesamiz. Bunisini ham kessakmi? Endi chirinkani ekish uchun grunt taxlab olamiz. Mana bir hissa qum. Hissa mana tayyor berganmiz. Ozroq torib soldik. Ozroq bo'ldi, yana ozroq qo'shamiz. Mana ekadigan tuproqni tayyorlab oldik. Üsttagina ekadigan qalinchamiz bor. Joyin taxlaymiz. Karnevanga botirib olamiz.
Mana 2 ham bo'ldik. Mana 2 bo'ldik. Endi buni paketga solamiz. Hozir bu namlangan shturkiga mana bunday qilib sharoit qilib qo'yamiz. Bu endi 30 kun, 40 kunda tomir oladi. Ungacha nima nam qo'shmasin deb salofanga solgandan keyin 30 kun, 40 kun turadi. Har zamonda ochib namligidan bulardan xabarlashib turamiz. Tomirlagandan keyin boshqa to'kshalarga olib ekiladi. Birdaniga buni ochib tashlab bo'lmaydi. Tomirlagandan keyin ham ochib, oftobga o'rgatib, yana yopib, yana ochib, shunday qilib toza havoga o'rgatiladi. Tomirlagan bo'lsa, o'zi rivojlanib turishidan bilinadi. Shu bilan videoni tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.